Hammaga salom bolalar. Bugungi videoda biz top 7 kerakli vaziyatda gol ura olmagan futbolchilar haqida gaplashamiz. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin Ronaldo va Messilarni. Qani ketdik. 7-o'rinda biz ko'rishimiz mumkin Lukakuni Xorvatiyaga qarshi o'yinda qanaqangi ochiq qarataga gol ura olmaganligini. 6-o'rinda ko'rishimiz mumkin hozirda Barsani yashnatayotgan Marcus Rashfordni Italiyaga qarshi o'yinda penaltini ura olmaganligini. Beshinchi o'rinda ko'rishimiz mumkin Erling Haalandni Manchester Unitedga ura olmagan golini. Agar shu golni urganda balkim City yutib ketar edi o'sha kun. To'rtinchi o'rinda biz Kylian Mbappeni Barsaga urgan golini ko'rishimiz mumkin. Gol juda chiroyli, lekin ofsayd bo'lib qolgan. Mana top 3 talikka ham yetib keldik. 3-o'rindamiz bir o'yinda 2 ta o'yinchi ura olmagan golni ko'rishimiz mumkin. Bu o'yin Barsa va Inter bo'lgan, ura olmagan golni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda biz ko'ramiz Messining PSG va Real Madrid o'yinidagi penaltidan ura olmagan golini. Nihoyat birinchi o'ringa keldik. Birinchi o'rinni hamma ko'rgan. Dunyo ikkiga ayrilgan va dunyo bir lahzaga to'xtagan daqiqa. Qani ko'ramiz. Mana videomiz ham tugadi. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lib ketinglar.